Baxtdan, shu yutug'imdan 7 osmonda uchaman. Albatta, ota-onamga, ustozlarimga kattakon rahmat aytaman. Chunki ular meni har doim duo qilishdi, menga ishonch bildirishdi. Ertaga ota-onangiz siz bilan faxrlanib yurishligi kerak deb har doim ustozlarim meni qo'llab-quvvatlashdi. To'g'risi, bunga qancha rahmat aytsam ham kam bo'lsa kerak. Prezident stipendiyasi sohibasi bo'lganligimni tasdiqlash, eshitish, ota-onamni shunaqangi yuksak darajada ularga men bilan faxrlanishlarini yoshligimdan orzu qilganman, kichkina paytimdan orzu qilganman. Faqat o'qiysan, o'qishdan boshqa darding bormi san qizni o'zi? O'ynab kulib yursang-chi bizga o'xshab deshdi. G'ururlanib aytdimki, men hali bakalavriat ham bitiraman, magistraturani ham o'qiyman, doktoranturani ham o'qiyman, professorlik unvonini ham yoqlayman dedim. Kerak bo'lsa butun dunyoga maqtanaman men. Shunaqa oilada katta bo'lganim uchun, shunaqa ota-onamni farzandi bo'lganligim uchun g'ururlanaman. Ustoz shuni telefon qildiradi. Aziza, siz tasdiqlandingiz, tabriklayman. O'sha payt butun dunyo xuddi men uchun quvonchimdan sig'mayotgan edim. Bilmadim, farzand uchun eng faxrli narsa bu ota-onani faxrlanishi, ularni shunaqa yuksak e'tirofda "Voy, shu sizni farzandingizmi? Tabriklaymiz" deb eshitish bo'lsa kerak menimcha. Men bitta shu Teft universitetida ko'rganman. Rostda kasbimga ustozlar farzand xuddi o'zini farzandini katta qilganda katta qilishdi meni 4 yil davomida. Men juda ham minnatdorman hammaligidan. Oyijon, Alijon, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Va albatta ustozlar sizlarga kattakon rahmat aytaman. Boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman sizlarga. Meni hech kim bunaqa o'qitmagan. Sizlarga ham nasib qilsin ilohim. Mendan ham yuqorilarini olish nasib qilsin. Prezident oldilarida maslahatchilar, vazirlar bo'lib ishlashlik nasib qilsin